O'zbekiston Respublika Uyg'ur madaniy markazi nomidan sizlarni tabriklaymiz. 35 yillig'ingizda hammanglarga shu yerda ishlayotgan xodimlarga umringlar mazmun bo'lsin, martabanglar baland bo'lsin. Murod maqsadinglarga yetinglar. Chin ko'ngildan tabriklaymiz. Sizlarga omad, tinchlik, xotirjamlik, inoq ittifoqli bo'lib kun kechirishinglarni xohlaymiz. Tinch bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Aldık qo'ygan niyatlaringizga yetinglar. Biz bilan har doim birga bo'lib, biz Uyg'ur millati bilan har doim aloqada bo'laylik, birligimiz yo'qolmasin. Uyg'ur Center'da biz her yılı bir 500'den artıq tədbirlər ötküzümüz. Meşede Navruz bayram, Müstakillik bayramımız, Din Uçitili, 8 Mart bayramında hanım kızlarının bayramları. Şu boşa köp tədbirlərini ötküzümüz. Aşını bizden halkımız arkalık hemesini birleşken halde ötküzüyoruz. Şununla bizim yaşlarımızdan çakırıp başladığımız tədbirlər ötküzüyoruz. Şu qatarda bizning yakında mana bir yil bo'lib qoldi Uyg'ur band ansambli açtık. Rayhan Hashimovning o'zining ansambli bor, go'zal ansambli bor. Yoshlarni o'tkazyapmiz. Yoshlar orqali har bir tadbirlarga shu yoshlarni qo'shib konsertlar beryapmiz. Endi bu yerda bizning ansamblda ko'plagan tadbirlar nihoyatda ko'p bo'ldi bizda tadbirlar. Davlat tadbirlari, Navruz, Mustaqillik, ko'plagan bizning nihoyatda ishlarimiz ko'p. Ancha yil ilgari biz Ostonaga ham davlat bayramiga bordik. Keyin Olmaotada maqom festivaliga yaxshi joylarni olib keldik. Yaqinda mana bir oy bo'ldi, Antaliyada festivalda bo'ldik. Bu yerda nihoyatda bir chiroyli hurmatlarga ega bo'lib keldik. Ko'p millatlik Turkiya xalqi bilan birga ularning san'ati bilan tanishdik. Ularning usul naqshlarini nihoyatda bir yaxshi ko'rdik. Ular bilan yaxshi do'stlashdik. Bizning ishlarimiz nihoyatda ko'p, tadbirlarimiz ko'p. Mana hozir endi yaqinda bo'lgan bayramlar, mustaqillik bayramlarimiz, yangi yillarga mana yaxshi tayyorliklarni qilyapmiz. O'zbekistonda nihoyatda bizga e'tibor yaxshi. Uyg'ur madaniyat markazimizda butun sharoitlar bor bizga. O'zimizning san'atimizni, usulimizni, naqshlarimizni taraqqiy qildirishga nihoyatda ko'p sharoitlar bor.